Maqsaddaşlar, bugungi hikoyamiz ko'ngildagidek kelin. Burun ekan, to'rin ekan. Mana shundoq zamonlarning birida bir odam o'tgan ekan. U odamning ingakka taqoshqudek bir o'g'li bor bo'lib, aqli hushi sal kamroq ekan. Savdo sotiq ishlarga xamroq ekan. Bir kuni u odam, o'g'lim kundan kunga cho'ng bo'lyapti. Endi o'ylab qo'ymay bo'lmaydi. O'g'limni boshqara oladigan ko'ngilkidek kelin topsam yaxshi bo'ladi deb o'ylabdi. Unda qizni urug' tuqqan qom qarindoshlarning ichidan izlab topolmabdi. Oxir xeylidan beri o'g'limni tuzukroq ishga silib ko'rmabdiman. Bir ishga buyurib boqay. Aspas aql kirgan bo'lsa ajab emas deb yanchog'idan 2 pul ilib o'g'liga beribdi. Balam, bu pulga bozordan bizga ozuq, qalg'i bo'g'iz, to'xoga don ilib kelgin debdi. O'g'li pulni ilib bozorga berib, buning bahosini so'rab ko'ribdi. Qarasa, bu pulga faqat birla narsa ketadi ekan. Bozorni aylanib, dadasi degan savdolikni topolmagandan keyin besha qatibdi. Uyga yaqin bir xalta ko'chaga kirib, quluploqliq bir eshikka yo'linib turibdi. Bu balaning bundoq turg'unni ko'rgan bir qiz o'ynayotgan yeridan qopib, uyga kirib ketibdi. Bala buningga qarabmi qo'ymabdi. Aradan bir oshpishim vaqt o'tgandan keyin heyliqi qiz talog'i chiqsa, boyaqqi bala o'z joyida qiqib qo'ygan qo'zuqdek turg'idek. Qiz bu balaning nima uchun bundoq turganligini bilmoqchi bo'lib so'rabdi. "Hoy bala, sizning qiladigan ishingiz yo'qmi? Boya shundoq turib edingiz, hechla qo'zg'almabsiz-ku." "Mening'u ishim bor edi" debdi o'g'il iza tartqanligini bilindirmasga silib. "Shu ishimning tugunini yeshalmay shundoq turman. Ayting-a, u qandoq tugun anglab boqay" debdi qiz. "Dadam mavi pulga bizga ozuq, qalg'i bo'g'iz, to'xoga don ilib keldi edi. Bozorga berib, buni so'rab boqsam, bu pulga shu 3 narsaning birila keladi ekan. Dadamning oldiga nima deb berishimni bilmay turman" debdi. Bu gapni anglagan qiz muloyimlik bilan, "Men aytib bersam xush bo'lamsiz" debdi. O'g'il xijillikdan yerga qarab tirnoqini tatlab turibdi. "Bozorga berib, pulingizga qo'g'in elin. Qo'g'inning ichsilarga ozuq, shapqi qalg'i bo'g'iz, uruqi to'xoga don bo'ladi" debdi qiz. Bola bu gapni anglab turib o'ylasa rost. U qizga rahmat aytib, bozordan qo'g'in birini ilib uyga yenibdi. Dadasi o'g'lining kechikib kelganligidan gumonlanib, "Buni o'zing o'ylab tepib keldingmi yoki bir kim aql ko'rsatdimi?" deb so'rabdi. O'g'il dadasiga rostini aytibdi. Balaning dadasi, "Ha, mening o'g'limni boshqaradigan, chirig'imni o'chirmaydigan, ko'ngilkidek kelin topilibdi" deb qizning ota-onasiga elchi vatibdi va ikki taraf kelishib to'ylashibdi. Uyg'ur xalq cho'chaklari